10 ming ot kuchli poygalar, ya'ni traktor pulling haqida eshitganmisiz? Siz obuna bo'ling, men esa hozir aytib beraman. AQSh va Yevropada avtosportning eng shiddatli va shovqinli turlaridan biri traktor pulling mavjud. U yerda haqiqiy traktorlar bellashadi, lekin ularni oddiy traktor deyish xato bo'ladi. Poyga yo'lagiga chiqadigan traktorlar ko'proq raketalarga o'xshab ketadi. Bu poygalarda haydovchining vazifasi maxsus 30 tonnalik tirkamani tuproq yo'l bo'ylab imkon qadar uzoqroqqa tortib borish. Lekin bir hiyla bor. Tirkama ayyorona mexanizm bilan jihozlangan. U harakatlangan sari ichidagi og'ir muvozanatlagich oldinga siljib boradi. Shu sababli tirkama yerga ko'milib, uni tortish soniya sayin qiyinlashaveradi. Bir nuqtada yerning qarshiligi shunchalik kuchayib ketadiki, traktor g'ildiraklari bilan bir joyda tuproqqa botib qoladi. Kim uzoqroqqa tortib borsa, o'sha g'olib bo'ladi. Bu eng tomoshabob kategoriyalardan biri heavy modified bo'lib, muhandislarni hech narsa cheklamaydi. Shu bois ular haqiqiy maxluqlarni yig'ishadi. Ayrim jamoalar ishlatilmayotgan vertolyot turbinalari, tank motorlari va hatto ulkan sovet radial dvigatellaridan foydalanishadi. Bunday qurilmalarning umumiy quvvati 10 ming ot kuchidan oshishi mumkin. Mana shunday bitta traktor 10 soniyalik poygada o'nlab litr metanol yoqib yuboradi. Shovqini esa juda kuchli bo'ladi.